kambag'al mard bola deyishardi. Ko'p guvoh bo'lganman buni ham. Bir yigit o'ylayotgandi, ustachilik qilardi. Qoratosh to'yxonasi bor. O'sha yerda to'yga etib keldi meni. Aka, endi men sizni niyat qilganman dedi. To'yimda xizmat qilib bering, men o'zim mashina sotadigan ustaman dedi. Bo'ldi dedim. Kim o'tkazadi to'yini? Dejur kim bo'ladi desam, o'zimizdan mahalladagi Nig'mat akamdi, Rashid Xoliqov shogirdi Nig'mat. Lekin aka, rasa Abdulla Qurbonov orzu qilardim, hech anaqa qilolmayman, pul yig'olmayman dedi. Abdulla Qurbonov go'zal yorimi hit bo'lgan payti, bomba bo'lgan payti. Rasa anaqa olman, hech yig'olmayman dedi, nasib dedi. Etolmay ekanman, o'zingiz o'tkazib berasizlar deb aytdi. Bo'ldi dedim. To'y boshlandi, to'y bo'lyapti. Bir payt Abdulla Qurbon tapir-tupir yugurib kirib qoldi. Men aytdim, "Ha, kuyov bola topdi-da, pulni" dedim. Malades dedim niyatiga. Bitta go'zal yorimni etdi-da, tapir-tupir yana chiqib ketdi. Abdulla Qurbon rahmatli akasi nabi. Nabi dedim, "Ne bitta etib ketasanlar? Pulni olgandan keyin etmaysanmi?" desam, kuldi-da, "Aka, to'yxona adashtirib qo'yamiz" dedi. Nasib-da bu bolaga. Imенно o'sha ashulasini yaxshi ko'rgan, kirib bitta go'zal yorimni etib chiqib ketdi.